Xo'sh, hurmatli obunachilarimiz, arzonroq kobaltlardan bormi deb turgan yurtdoshlarimiz uchun 2 dona kobaltimiz bor. Shularni ko'rsatib o'taman, qaranglar. Birinchisi 2014-yil ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya kobaltimiz 168 ming kilometr yurgan. Mashinamizning bir krelin dekoratsiyasi bor. Ichlarini o'tikdan emas, tekshirib olaverasizlar. Mashinamiz tayyor, 4 yumshoq balon, metan gaz qo'yilgan, chexol po'laklari bor. Motor xodoylar normalniy, bemalol kelib tekshirib olsangiz bo'ladi hamma joyini. Yana do'stlar. Xo'p, mashinamizni narxini do'stlar 87 million so'm aytib beramiz bu mashinani. Keyingisi egadan bu mashinamizning reklamamizda boradi. 2014-yil 3-pozitsiya do'stlar. Mashina 150 ming kilometr yurgan. Kraskalari 100% radnoy, tekshirib olsangiz bo'ladi buni. Xo'p, 4 yumshoq balon qo'yilgan. Metan qo'yilganda do'stlar 10 oy bo'libdi. Dokumentda turadi-ku, qachon metan qo'yilgani. 10 oy bo'lgan ekan. Shunga deyim mashin benzinda yurgan. Chexol polik ham o'zlari bor bu mashindan. Ilik turibdi ekan, shuning uchun hozir ochib ko'rsatmadim. Xullas, bu mashinamizning narxini do'stlar 97 million so'm aytib beramiz. Qaysi kobaltlardan birisi kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol Bog'ot avtomarketga murojaat etaverasizlar. Savollaringiz bo'lsa, telefon nomerlari pastda bo'ladi. Shu nomerlar bilan bog'lanib, bemalol kelishlaringiz mumkin.